Hamma biladiki, makronutrientlar, oqsillar, yog'lar, uglevodlar nisbatini saqlash juda muhim. Shuning uchun bizning dietamizda uglevod miqdori 40 gacha bo'lishi kerak. Uglevodlarning tarkibiy qismlaridan biri. Bu oziq-ovqat tolasi bo'lib, u bizning suli va olma ichimligimizda ham mavjud. Oziq-ovqat tolasi ilgari balast, mutlaqo keraksiz modda deb hisoblangan va uning qiymati nolga teng edi. Endi hamma narsa butunlay o'zgardi va dunyo bo'ylab aksariyat tartibga soluvchi tashkilotlar oziq tolasi eng qimmatli modda sifatida tan olindi va ularning kunlik miqdori belgilandi. Kuniga 25 dan 30 grammgacha. Bir porsiya jo'xori va olma ichimligi 17 ni oz ichiga oladi. Har kuni oziq-ovqat tolalariga ehtiyoj haqida. Jo'xori va olma ichimligida ozuqa tolasi miqdori tufayli biz ichak mikroflorasini sozlash orqali yetarli miqdorda tolali iste'mol qilganda hazm qilishni kechiktiramiz va shu bilan to'yganlik davrini uzaytiramiz. Lekin ochlik hissi juda azobli. U insonning tolib ishlashiga to'sqinlik qiladi va hayot sifatini pasaytiradi. Yuqoridagilarning barchasi sababli jo'xori va olma ichimligi sog'lom bo'lishni istagan inson dietasining eng muhim qismidir. Oleg Trambo